Sizlar uchun hozir bahorda qorimni ko'rish uchun ataylab tashqariga chiqdim. Mana busi mahallamiz. Hamma yo'qda. Orqani ko'rsataman orqa kamerada. Bizni mahallalar mana. Mana Rahim tovani Siyusi magazini. Koreyada ob-havo juda ham ajoyibda. Bugun martda 18-kuni, Ramazon oyining 17-kuni. Lekin mana qorlar bilan siylab, avvallari Ramazon vaqtida nima deydi? Issiq bo'lardi. Ozgina qiyinchiliklari bo'lardi. Hozir Ramazon vaqti mana qorlar bilan to'g'ri keldi. Subhanalloh. Hozir kechqurungi soat 1 ga yaqin. 1 deyarli 1 bo'ldi. Mana qor. Judayam chiroyli joylar. Judayam chiroyli. Butunlay yog'ib turgan qorga olsa joylar. Bay. Tabiat ko'cha issiq, ichida deyarli bitta futbolka, kiyim ikkitalaydimi? Zo'r. Zo'r. Ko'cha soat 2 bo'lishiga qaramasdan ko'cha ajoyib, atmosfera ajoyib. Qaniydi deydi-ku. Shunaqa vaqtlarda odamlar ichidan bir nimalar o'tadi-da. Shuni tushunarli hozir. Albatta bu soyabonning bo'la turib, bu soyaboningni yerga qo'yib soyabon berishdi. Nima gaplar? Ajoyib, bu ajoyib. Mana romantik. E'tibor bermaymiz, bo'ydoqlar ko'rish tavsiya qilinmaydi bu videolarni. Chiroyli-da. 내게 올 수 없을 거라고